Huquq-tartibot idoralari tomonidan Toshkent shahri va Toshkent viloyatida kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari savdosi bilan shug'ullangan jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Xususan, Toshkent shahrining Yangihayot tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 2 nafar shaxs ushlanib, ularning yonidan 500 dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari ashyoviy dalil sifatida olindi. Ma'lum bo'lishicha, ular dorilarni tarqatish bilan shug'ullanishgan. Keyinroq ularga aloqador bo'lgan yana bir tarqatuvchi ham qo'lga olinib, uning yonidan esa 500 dona kuchli ta'sir qiluvchi dorilar topilgan. Shundan so'ng ushbu dorilarning manbasini aniqlash maqsadida tezkor tadbir davom ettirildi. Natijada Toshkent viloyatining Ohangaron shahrida 3 nafar shaxs qo'lga olinib, ularning yashash manzili ko'zdan kechirilganda narkolaboratoriya tashkil etilganligi ma'lum bo'ldi va 9 kilogramm pregabalin, 500 gramm tropikamid, 600 dona pregabalin kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari hamda qadoqlashda foydalaniladigan anjomlar ashyoviy dalil sifatida olindi. Hozirda holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 251 moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bilaman, u nechta odam zaharlanishini, biz ularga nechta odamga iste'mol qilishiga sharoit yaratib berayotganimizni chin dildan afsusdaman. Kimga zarar yetkazgan bo'lsam, kimdir oilasiga, farzandiga zarar yetkazgan bo'lsam, biz yomon ish qildik. To'g'ri ish qilmadik aka, to'g'ri yo'lni tanlamadik. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda shu kabi qonun buzilish holatlariga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi.